Assalomu alaykum. Barchaga yangi toy muborak bo'lsin. Sizlar bilan doimgidek Yaqinimga tabrik kanali va ushbu kanalning boshlovchisi Kamina Niloya. Erta tongdan ajoyib qo'ng'iroqni amalga oshirish uchun shay turibmiz. Bizning galdagi qahramonimiz Gulnozaxon opamiz bo'ladilar. Aynan bu insonga ajoyib tabrik yo'llayotgan mehribon insonlarining qo'ng'iroqlarini ayni daqiqalarda birgalikda amalga oshiramiz. Qani ketdik. Allo, Alo, assalomu alaykum. alaykum assalom. Gulnozaxon opa, omonmisiz? Rahmat. Sog' salomatmisiz? Sizni erta tongdan bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, bemalol. Opajonim, yashang. Sizga ayni daqiqalarda Yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilyapmiz. Bugungi muborak shukrona kuningiz munosabati bilan. Rahmat. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Hamisha sizni yaxshi ko'rib, ardoqlab, qadrlagan, e'zozlagan insonlar baxtiga sog' omon yuring. Aytganingizga rahmat. Ilohim, siz uchun ajoyib tilaklar qoldirgan mehribon va aziz insoningiz bor. Ularni ajoyib tilaklarini ayni daqiqalarda o'qib eshittirishga shay turibman. Agar rozi bo'lsangiz albatta. Mayli, hop. Yashang. Tinglab turasiz, chiroyli she'rlar aynan sizga atalgan. Hop. Balki yo'qlamasman bir kunda bir bor. Har kuni bir sizni o'ylab yuraman. Bugun qalbimdagi etayin oshkor. Opajon, men sizni yaxshi ko'raman. Hech sinov qaddingiz egolmas biling. Yoningizda tirgak bo'lib turaman. Ko'zingiz yoshlamay bir bora kuling. Opajon, men sizni yaxshi ko'raman. Oqibatimizga ko'zlar tegmasin. Yonimda bo'lsangiz chindan kulaman. Har qilgan ishingiz Alloh qo'llasin. Opajon, men sizni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli bo'lgan mehribon opajonim. Jannat iforligim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Siz men uchun doim mehr, g'amxo'rlik va sabr timsoli bo'lib kelgansiz. Yorug' chehrangiz, iliq so'zlaringiz bilan yuragimga doim taskin berasiz. Men sizdan juda ko'p narsa o'rganganman. Mehr berishni, toqat qilishni, yaqinlarga e'tiborli bo'lishni. Siz nafaqat ajoyib opa, balki chinakam inson sifatida ham doim hurmat va e'tiborga loyiqsiz. Yangi yoshingiz hayotingizga quvonch, sog'lik, baraka va totuvlik olib kelsin. Orzu-umidlaringizga Allohimni o'zi yetkazsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qalbingizda faqat tinchlik va xotirjamlik bo'lsin. Har kuni siz uchun iliq, totli va mazmunli o'tsin. Hech qachon xafa bo'lmang, hech qanday g'am sizga yetmasin. Opajonim, doim yonimda bo'ling. Sog' omon yuring.